Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Ustunlik Husanov tomonda. Abduqodirni butun bir terma jamoaga taqqoslashdi. Qozog'istonning sportga ixtisoslashgan nufuzli manbalardan Sport Arena sayti O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanovning transfer narxiga e'tibor qaratdi. Ushbu nashr o'zbek futbolchisining bir o'zi transfer summasi bo'yicha Qozog'iston milliy terma jamoasining umumiy narxidan 2 baravar qimmatligini e'tirof etdi. O'zbekiston terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov Yevropadagi Osiyo futbolining eng yorqin namoyandalaridan biriga aylandi. Transfermarkt portalining so'nggi bahosiga ko'ra, uning bozor qiymati 35 million yevroga yetgan. Husanovning rivojlanish tarixi haqiqatdan ham hayratlanarli. 22 yoshli himoyachi Fransiyaning Lens klubiga, keyinroq esa Angliyaning Manchester City jamoasiga o'tganida uning transfer bozoridagi qiymati atigi 12 million yevro deb baholangan edi. 2 yildan kam vaqt ichida Husanov 23 million yevroga qimmatlashdi. Bu uning jadal rivojlanayotgani va dunyoning eng kuchli klublaridan biri safida yuqori darajada o'ynayotganini tasdiqlaydigan haqiqiy sakrashdir. Taqqoslash uchun xuddi shu manba ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Qozog'iston milliy terma jamoasining umumiy transfer qiymati 17 million 700 ming yevroga teng. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.